Biroq shuni ham bilmaysizmi? O'zi bilmaysiz-ku. Fotima Fayziyevna, gripp bilan shamollashni qanday farqi bor? Voy Nodira, shuni ham bilmaysizmi? Menimcha siz ham bilmasangiz kerak. Hozir men sizga farqlarini sanab beraman. Shamollashda oddiy tana harorati 37-38 gacha ko'tarilishi mumkin. Virusli infeksiyada bo'lsa, tana harorati 39, 40 va kun davomida tez tushib, to'lqinsimon ko'tarilib, pasayib turishi va temperaturaning tushishi juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Tomoqning og'rishi virusnida kamdan kam kuzatiladi va oddiy shamollashda esa tomoq og'rishi kuzatilishi mumkin. Virusli infeksiyada mushaklarning og'rishi kuzatiladi, tanada butun og'irlik hissi, holsizlik, juda ham charchash va badanning hamma joyini og'irligi his qilinadi. Oddiy shamollashda esa bu holatlar kuzatilmasligi mumkin. Virusda kuchli bosh og'rig'i kuzatiladi, oddiy shamollashda esa kuzatilmasligi ham mumkin yoki yengil bosh og'rig'i kuzatiladi. Grippda yo'tal kuchli, quruq bo'lishi mumkin, cho'zilgan bo'lishi mumkin. Oddiy shamollashda esa yo'tal balg'amli bo'lishi mumkin va yengil o'rtacha bo'lmasligi ham mumkin. Ushbu videoni gripp bilan shamollashni farqlay olmayotgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.